Assalomu alaykum. Avvalgi O'ZIP haqidagi turkum videolarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz chaqmoq haqida bo'ladi. Chaqmoqning tarmoqlanishi va geografik holatdagi chaqmoq zarbalariga ko'ra O'ZIP tanlash haqida suhbatni olib boramiz. Ushbu xaritada ko'rib turganimizdek, NASA agentligining tadqiqoti 1995-yil va 2003-yil oraliqdagi izlanishlari bo'yicha tuzib chiqilgan va chaqmoq urishining, chaqmoq zarbalarining miqdori bo'yicha ranglarga ajratilib chiqilgan. Qora, qizil ranglar eng ko'p chaqmoq urish zonalari hisoblanadi. Eng kamlari esa binafsha rangdagi zonalar hisoblanadi. E'tibor bersak, Amerika Qo'shma Shtatlarida, Shimoliy Janubiy Amerikada juda ko'p xavfli hududlar bor. Ayniqsa Venesuela hududida juda ko'p chaqmoq kuzatilgan va Afrikaning Kongo davlatida juda ko'p kuzatiladi. Eng ko'p chaqmoq hududlari, ya'ni zarba bo'lish kuzatiladi. Hindiston, Pokiston, Afg'oniston kabi hududlarda ham chaqmoq ko'p kuzatiladi. Bizni hudud esa o'rtancha hisoblanadi. Xavfliligi bo'yicha, ya'ni tez takrorlanib turishi bo'yicha o'rtacha hisoblanadi. Chaqmoq aslida o'ziga eng yaqin yo'lni qidiradi, bu sir emas. Havoning namligi ko'p narsa bog'liq. Havoning namligiga, iqlim, ya'ni haroratiga bog'liq bo'ladi. O'sha to'planib qolgan zaryadlar o'ziga eng qarshiligi kam bo'lgan yo'lni tanlab, shu yo'l orqali yorib o'tish kanali ochiladi. Fizika kurslarida bu haqida o'tilgan. Va shu yorib o'tish kanali orqali razryad hosil bo'ladi. Keling, suratlar bilan birma-bir tanishib chiqaylik. Chaqmoqning to'g'ridan-to'g'ri urgan holati bu. Shunda bino yashin qaytargich bilan jihozlangan. Atroflarida yashin qaytargich konturlari va yerga ulangan holatda montaj qilingan. Bu ikkinchi suratimiz. Chaqmoq to'g'ridan-to'g'ri yerga urganda uning energiyasi shu darajada kuchliki, hattoki 2 kilometrgacha impuls kuchlanish ortib ketishi, yetib borishi mumkin. Atrofidagi 50 metr radius ichida binolar bo'lsa, bunday holatda, mana shu 50 metr radiusdagi holatda joyimizga O'ZIPni birinchi klassini o'rnatish tavsiya beriladi. Birinchi klass yokida birinchi T1 plus T2, ya'ni birinchi va ikkinchi klassni jamlanmasini o'rnatsa ham bo'ladi. Bunda albatta chaqmoqning energiyasi hisobga olinadi. Bu suratimizda chaqmoq havo liniyasiga to'g'ridan-to'g'ri zarba bergan. E'tibor bersak, havo liniyasida 4 ta o'tkazgich ulangan bo'ladi. 3 ta faza va bitta nol. Chaqmoq zarba berganda odatda hisob-kitob bo'yicha to'rga energiyasi bo'linadi. Masalan, 60 kiloamper zarbali chaqmoq ursa, shuni to'rga bo'lamiz, 15 kiloamperlik impulsdan hisoblanadi har bitta o'tkazgich uchun. Ya'ni chaqmoq to'g'ridan-to'g'ri urganda qayerga urayotganini ahamiyati bor va o'sha energiyasi taqsimlanib, energiyasi bo'linib ketishi bor. Shuni ham inobatga olinadi. Xo'p, ushbu suratimizga e'tibor bersak, chaqmoq ta'minot liniyasi yonidan kelib tushgan va juda yaqin oralardagi masofa. Bu degani, yerlashtirish konturida potensial shu darajada ko'tarilib ketadiki, liniyadan kelgan nol bilan shu binoyimizdagi, shu obyektimizdagi yerlashtirish konturidagi orasidagi farq birdaniga ko'tarilib ketadi va bu xavfli holatga olib keladi. O'z navbatida texnikalar, ya'ni yerlashtirilgan texnikalarning korpusida xavfli kuchlanish paydo bo'ladi. Bu holatlarni ham inobatga olish kerak. Ushbu elektron adabiyot Obo Bettermanga tegishli bo'lgan ensiklopediya Molniya Zashiti deb nomlangan kitobdan olingan. Ushbu surat Streamer kompaniyasining jurnalidan olingan. Misol tariqasida elektromobillarni zaryadlash shoxobchasi misol qilib keltirilgan. A va B holatdagi alohida bo'lgan vaziyatlarni ko'rib chiqaylik. A vaziyatda
Ushbu binoda chaqmoq, ya'ni yashin qaytargich o'rnatilmagan va ko'rib turganimizdek atrofida yana boshqa binolar ham bor. Baland bo'ylik daraxtlar esa yo'q. Bu degani chaqmoq urishishi ehtimoli unchalik ham yuqori emas bu holatda. Ikkinchi toifadagi uzib tavsiya beriladi o'rnatish. Xo'p, mana bu holatni ko'rib chiqamiz. Bu holatda yashin qaytargich binoda bor, mavjud. Воздушный liniya deymiz, ya'ni havo liniyasidan kelgan tarmoqlar mavjud. Yer ostidan kelmagan bu holatda. Shu holatda birinchi kategoriya uzib tavsiya beriladi. Yashin qaytargich bo'lmasa ham katta antennalar bo'lsa yoki metallik ventilyatsiya o'rnatmalari montaj qilingan bo'lsa, ana shu holatda chaqmoq urishi xavfini oshiradi va shuni hisobidan ham birinchi toifali uzib o'rnatish tavsiya beriladi. U yoki bu obyektlarga uzib tanlashdan oldin tavsiya beraman ishlab chiqaruvchining katalogi bilan tanishib chiqishni. Mening holatimda hozir Schneiderning katalogidan foydalanaman. Kimga qaysi brend ma'qul kelsa, ko'proq ishonch bildirsa, bemalol katalogini olib ko'rib chiqishlari mumkin va shunday qilishni tavsiya beraman ham. Xo'p, e'tibor bersak, Schneider Electric brendining katalogini ochib qarasak, uzibni to'g'ri tanlash haqida yaxshi maslahatlar berilgan. 5 ta etapdan iborat bo'lgan deb yozgan. Xo'p, ushbu suratga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda asosiy tarmoqlash shitini ko'rsatilgan. Bu yerda savol bergan. Binoda yashin qaytargich bormi, yo'qmi degan savol. Ikkinchisi esa agar binoda yashin qaytargich bo'lmasa, eng yaqin yashin qaytargichgacha bo'lgan masofa 50 metrga teng bo'lsa yoki undan kichkina bo'lsa, ha bo'lsa, birinchi toifa uzib. Yo'q bo'lsa, unda ikkinchi toifa uzibga o'tib ketilinadi. 50 metrdan ko'proq bo'lganda ikkinchi toifaga kiradi. Sababi masofa uzaygan sari energiya kamayib boradi. Teparoqqa qaytamiz. Bu yerda ikkilamchi shit nazarda tutilgan. Shunda asosiy tarmoqlash shitidan ikkilamchi shit, masalan, VRU bo'ladigan taqdirda orasidagi masofa 10 metrdan ko'proq bo'lgan taqdirda deb ketgan davom etadi. Ikkinchi toifadagi uzib va uchinchi holatni ham tasvirga tushirilgan. Bu iste'molchilarga, bevosita iste'molchilarga yaqinroq turgan shitlarga yoki rozetkalarga o'rnatsa bo'ladigan uchinchi toifa uzib hisoblanadi. Bunda ham ikkinchi, ya'ni ikkilamchi shitdan mana bu shitga kelgan masofa kamida 10 metr bo'lishligini taqozo qiladi. Uziblar, uchinchi toifadagi uziblar iste'molchiga iloji boricha yaqinroq o'rnatiladi. Masofalar haqida alohida turkum video qilamiz, xudo xohlasa. Kuzatib borishda davom eting. Bu yerda mana 10 metrdan uzoq bo'lsa ha degan javob bor, yo'q degan javob ber. Yo'q bo'lsa, unda uzib qo'ymasa bo'ladi. Yoki bu shitning o'rnida iste'molchi bo'lishi mumkin. Masalan, kotel, kompyuter jihozlari, shunga o'xshash nozik qurilmalar bo'lsa, shu yerda uchinchi toifa uzib o'rnatilgan bo'ladi. Ammo orasidagi masofa 10 metrdan oshishi kerak. Ha deyilsa, unda uchinchi toifa, yo'q bo'lsa, uni qo'yish shart emas. Endi mana qiziqroq bo'lgan suratlarga e'tibor beramiz. Bu yerda birinchi toifa uzibga taalluqli obyektlar bu muzey, maktablar, shifoxonalar, katta o'sha obyektlar, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan obyektlar kiradi. Ha bo'lsa 25 kiloamperlikni tavsiya bergan. Yo'q bo'lsa, unda 12,5 kiloamperlikni tavsiya bergan. Ya'ni bu obyektlardan boshqa obyekt bo'lsa, demak 12,5 kiloamper har bir polisga tavsiya berilgan. Chaqmoq yuqorida aytib o'tganimizdek, past kuchlanishli liniyaga uradigan taqdirda ham 4 ta kabelga tarmoqlanadi. 4 ga bo'linadi energiyasi ham. Ya'ni 100 kiloamper bo'lsa, chaqmoqning energiyasi 25 kiloamperdan tushadi. Bu yerda ham xuddi shunday 4 ga bo'lsak, 12,5 kiloamperdan tushadi. Agar 50 kiloamperlik energiyaga ega bo'lsa, bu yerda esa uziblarni polisini tanlash imkoniyatini beradi. Xo'p, ikkinchi toifa uzibga keldik. Shunda tog' va tog' oldi hududlarga tegishli bo'lgan
chaqmoq urishi xavfi yuqori bo'lgan joylar, qishloq hududlari, yuqori kuchlanishli oporalar, liniyalar o'tgan joylarda, yuqori namlikka ega bo'lgan hududlarda xavf tug'dirgani uchun ikkinchi klass uzibning 65 kiloamperlik nominaldan qo'yishlik tavsiya berilgan. Ikkinchi klassdagi uzibda yana shunday o'rta holatdagi xavf hududi bor. Bu yakka binolar qurilgan bo'ladi tekislik ustida. Hech qanday bir chaqmoqni o'ziga tortadigan biron bir baland predmet, masalan, baland bo'yli daraxtlar yo'q yoki yashin qaytargich alohida yoki antenna ko'rinishidagi alohida metall predmetlar yo'q. Shu sababidan o'rtacha xavfli hudud bo'lgani uchun o'rtacha bo'lgan nominaldagi 40 kiloamperlikni tavsiya bergan. Uchinchisi, bu yerda aholi yashaydigan punkt hisoblanadi. Masalan, odatda kvartallar, bir necha uylar qurilgan zonalar, ko'p etajli kvartiralar shu jumlasidan bo'ladi va xavflik darajasi past hisoblangani uchun maksimal toki 20 kiloamperni tashkil qiladigan uzib tavsiya berilgan. Uchinchi toifa uziblar esa 20 kiloamperdan pastroq, 10 kiloamper, 8 kiloamperliklarni tavsiya berilgan. Uchinchi toifa uziblar iste'molchiga iloji boricha yaqinroq o'rnatiladi. Agar vaziyatni chuqurroq baholay desangiz, bu ilmlarni yaxshilab o'rganishlik talab etiladi. Bir misol tariqasida Streamer kompaniyasining kataloglarini, adabiyotlarini o'qib chiqishlikni tavsiya beraman. Masalan, uzib tanlashdagi algoritm degan bir jurnali bor. Shu jurnaldan foydalangan holda algoritm A, B, C, D deb tuzilib chiqarilgan. Streamer kompaniyasi o'zining xususiy korxonasi bor. Uziblar ishlab chiqaradi. Yashin qaytargichlar va chaqmoq himoyasi bilan bog'liq bo'lgan barcha asbob uskunalarni ishlab chiqarish bilan va o'rnatish bilan, qolaversa ta'lim berishlar bilan ham shug'ullanadi. Endi mana algoritm A ga kelsak, birinchi bosqich, ya'ni birinchi toifaga mansub bo'lgan uziblar, ya'ni katta energiyaga ega bo'lgan impuls haqida gap ketyapti. Shunday uziblarni tanlash bo'yicha algoritmlari bor mana. Yaxshilab o'ylab tuzib chiqarilgan mutaxassislar tomonidan. VRU va asosiy tarmoqlar shiti uchun mo'ljallangan bu himoya qilish algoritmi. Uzibni tanlashlikda qo'l keladigan algoritm. Keyingi algoritm B. Bu chaqmoq to'g'ridan to'g'ri urmagan, balki chaqmoq atrofida paydo bo'lgan kuchlanishlar haqida gap ketadi va shu kuchlanish sababidan tarmoqni himoya qilishimiz kerak va shu himoya qilishimiz ko'pincha ikkinchi kategoriyaga to'g'ri keladi, ya'ni 8 ga 20 mikrosekundga to'g'ri keladigan uzib tanlash algoritmi hisoblanadi. Keyingisi, yashin qaytargich o'rnatilgan obyektlarda uzib tanlash algoritmi ko'rsatilgan. Algoritm C. Keyingi toifa algoritm D. Uchinchi bosqichdagi kaskad himoya deb yozgan. Bu yerda e'tibor bersak, ikkinchi klass uzib berilgan va uchinchi klass uzib berilgan. 2 va 3 klassni birgalikda ishlatish uslublarida ham qo'l keladi. Ahamiyat bersak, bu kompaniya faqat o'zining mahsulotini tavsiya bergan, boshqa kompaniyalar kabi. Xo'p, qisqacha qilib aytganda shuni tushundikki, chaqmoqqa qancha yaqin bo'lsa, uzibning klassi birinchi klassga yaqinlashadi. Chaqmoq to'g'ridan to'g'ri uradigan bo'lsa, birinchi klass bo'ladi. Chaqmoqdan uzoqlashsa, masalan 50 metrdan uzoqroq bo'lsa, demak ikkinchi klassga mansub bo'ladi. Shularni tushunib oldik. 3-klass iste'molchini bevosita yonida turish tavsiya beriladi. Iloji boricha iste'molchiga yaqinroq o'rnatish tavsiya beriladi. Masalan, podrazvetniklar ichiga yoki zamonaviy pilotlar sifatli bo'lgan o'sha pilotlar ichida 3-toifadagi uziblar o'rnatilgan bo'lishi mumkin. Yaxshi invertorlik stabilizatorlar ichida ham 3-toifa uziblar o'rnatilgan bo'ladi.